Assalomu alaykum aziz yozuvchilar. Bugun maxsus jonli yayın qilishga qaror qildim. Chunki 2-3 kun oldin birin-ketin 2 kishi men to'g'rimda biri maqola yozdi, biri chiqish qildi. Ikkalasining ham chiqishlari deyarli bir xil. Birinchisi Shukur Jabbor degan bir shoirmi kim ekan, men tanimayman. U Facebookda Bobomurod Abdulla dindan chiqdi deb bir maqola joylashtirgan o'zining sahifasida. Uni skrinshotini, bir qismini skrinshotini men Fakt va fikr Telegram kanalida qo'yganman. Ikkinchisi Abror Muxtor Bilyardi, har galgidek shu raddiya, ilmiy raddiya deb yana menga o'sha Kamol Yo'ldoshga, Bahrom Bakirovga menga ham raddiya deb gapirgan, meni ham gapirib o'tgan. Juda ko'p nima deydi, haqorat har galgidek. Dindan chiqarib kirgizish bularning qo'lida. Dindan chiqdi, murtad bo'ldi, kofir bo'ldi. Mana shunaqa gaplar ikkalasi ham o'xshash. Javob bermayman deb yurdim. Ikkisi ayni mavzuda chiqish qilgani uchun ikkisi ham bir xil haqoratlarni ishlatib, bir xil hukmlar chiqargani uchun bilar bilmasdan. Shuning uchun bugun shularga bir men raddiya demayman, men javob deyman. Ya'ni raddiyada faktlar, dalillar bo'lishi kerak, lekin ularni raddiya degan narsalarida bironta fakt yo'q. Bironta fakt yo'q. Men javob deyman, faktlarga to'la. Men o'shalarning aytgan gaplarini faktlar bilan isbotlab beraman. Birinchi Shukur Jabbor degan ukamizning o'sha Facebookdagi maqolasidan boshlayman. Esinglarda bo'lsa, endi bular nima uchun menga qarshi chiqish qilishdi? Ikkalasi ham axborot sababi, ya'ni bularni turtkilagan narsa shu bo'ldiki, men Burxoniddin Marg'iloniyning Hidoya al-Hidoya degan kitobida o'sha eshak bilan zino qilgan odam g'usl olishi kerakmi, yo'qmi? O'sha masalalar yoritilgan. Jazosi yo'q degandim. Jazoyi o'sha eshak bilan eshakni zo'rlagan, orqasiga qilgan musulmonga jazo yo'q, lekin g'usl olish qaysi holatda olinadi, qaysi holatda olinmaydi, mana shu narsalar yozilgan deb men jonli yayın qilganman, xabaringlar bor. Mana shu jonli yayın bularni o'q tomiridan tutganda, paralizovat qilgan. Shu jon holatda ikkalasi ham chiqib chiqish qilgan bir maqola qo'ygan. Hozir nimani maqolasidan boshlaymiz? Shukur Jabbordan boshlaymiz. Xo'p, Shukur Jabborning yozgan maqolasini hozir o'qib beramiz. Qisqa maqola. Facebookda chiqqan. Demak, Bobomurod Abdulla dindan chiqdi deyapti Shukur Jabbor. Bunday holatni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bu degani abadiy badbaxtlikdir. Ya'ni dindan chiqish abadiy badbaxtlikmish va Shukur Jabbor dushmaniga ham ravo ko'rmaymish bu holatni. U, ya'ni men aytyapti, Bobomurod Abdulla 3 kun oldingi kvadroberlar haqidagi video chiqishida bir necha marta shariatingga tupurdim degan lafzni ishlatdi. Ha, haqiqatan ham ishlatdim. Ulug' olimlarning padarlariga la'nat o'qidim. Va bularni gapirayotganida og'zidan tupuk sachratib ko'karib ketdi. Og'zimdan tupuk sachramadi ham, ko'karmadim ham. Huzurlanib, mazza qilib haqorat qildim, la'natlar o'qidim, mazza qilib tupurdim. Hech qanaqa ko'karmadim. Bu so'zlarni g'azabdan yoki alamdan qanday holatda gapirishidan qat'iy nazar dindan chiqdi. Unda belgisi qo'yapti. Shukur Jabboriy o'zi tanimagan, bilmagan alloma. Xo'p, men birovni gapirishim uchun o'zim tanishim kerak ekan, bilishim kerak ekan. Qarang, o'zi tanimagan, bilmagan alloma. Bu alloma degani o'sha donishmand, aqlli odam degan. Buyuk faqih, fiqh olimi. Hidoya kitobining sohibi Burxoniddin Marg'iloniyni zoofil, ya'ni hayvonlar bilan jinsiy aloqa qilgan degan tuhmatni yog'dirdi. Ha, shunday qilganman. Nima uchun? Nima uchunligini keltirganman. Bu nima deb yozyapti, qarang. Marg'iloniyning fiqhiy asarida inson hayvonlar bilan jinsiy aloqa qilib qo'yganida g'usl vojibmi yoki vojib emasmi degan masalani yoritgani uchun.
Men yoritgani uchun nima qilibman? U padarga la'nat debman, Marg'iloniyni. Aldashni qarang, bilmagan odam bilmaydi-da. Linkini bermaysan, ko'rsatuvni linkini qo'y, mana men videosini qo'y hech bo'lmasa. Yo'q, o'zi yozyapti buni. Videoni ko'rgan odam biladi, nima uchun men uni padarga la'nat deganim. Yoritgani uchun Burxoniy Marg'iloniyni nima qilibman. Endi menga murojaat qilyapti Shukur Jabbor. Ey nodon, bu masala g'usul haqida. Ya'ni qarang, temani qarang. G'usul haqida. Hayvon bilan aloqa qilganning axloqiy va jinoiy had urish jihati boshqa masala. Ya'ni bu yerda Marg'iloniy g'usulni yoritgan xolos dedi. Ya'ni kitobni g'usul bo'limidan o'qib berdim men o'shani. O dedi eshakka o'shani eshakni qilganga jazo berish, had belgilash kitobni boshqa bo'limida u deyapti. Ya'ni bu boshqa masala deyapti. G'usulni gapirayotganida masalaning boshqa turq haqida, boshqa had haqida gapirganda eslanadi. Hadda qarash kerak uni. Jazosi ham bor deyapti o'sha Burxoniddin Marg'iloniyda. Misol uchun, o'g'irlik qilayotganida tahorati buzilmaydi desa, bu bilan o'g'rining yonini olgan hisoblanmaydi. To'g'ri, aynan shunday. Lekin o'sha kitobda o'g'riga qanday jazo berilishi jazo bo'limida bo'ladi. Любой kitobda. Lekin bu nima deyapti? Burxoniddin Marg'ilonda bor deyapti. Sen o'sha yog'iga qaramay haqorat yog'diryapsan deyapti. Shukur Jabbor, shoir. Gap tahorat haqida ketayotgan bo'ladi. Xuddi shunday g'usul haqida gap ham. Buning uchun ey tovuq miya, men tovuq miya deyapti. Islom aziz tutgan ulug' allomani LGBT va zoofil deyishing shart emas edi. Ey Bobomurod, mingta Bobomurod Abdullani bitta katta doshqozonda qovursa, ulardan bitta Marg'iloniyning chap oyog'ining ingichka barmog'ining tirnog'i ham chiqmaydi. To'g'ri, mingta Bobomurod Abdulladan hech qachon bir zoofil Burxoniddin Marg'iloniy chiqmaydi. To'g'ri yozganman. Chiqmaydi. Bizning zotimizdan alhamdulillah chiqmaydi, chiqmagan ham. İnşallah chiqmaydi ham bunaqa. Hech qachon Bobomurod Abdullaga o'xshagan odamlardan eshakni qiladigan odam chiqmaydi, eshak sevar. To'g'ri yozganman. Sen va shu zamondagi LGBT, zoofil, kvadrober kabi jirkanch iboralaring bilan zamon almashganda qo'shmozor bo'lib, yo'q bo'lib ketguvchisan. Qarg'ayapti endi bu. Lekin islomda aziz bo'lgan ulug' allomalar 1000-1500 yillardan beri hech o'zgarish kelmoqda. Конечно, sizlarga o'xshagan tovuq miyalar bo'lgandan keyin shuni to'g'ri yozdi deganlar u o'zgarmay kelaveradi, ular kitoblari o'qitilaveradi. Muayyan masalaga sening endi bu yerda kutoh debdi. Kutoh aqling yetmasa bu haqorat qilmoqchi bo'lgan. O'zi bir boshqa so'z ishlatmoqchi bo'lgan, o'shanga o'xshashrog'ini ishlatgan. Muayyan masalaga sening kutoh aqling yetmasa, shuni aqling yetgancha hammaga singdirishga harakat qilishing o'sha followerlaring deyapti. Follower emas, jilli, followerlaring bilan birga badbaxt ekaningni bildiradi. Shu gaplaringni mast bo'lib, mastlikda gapirmaysanmi-ya? Kechirilishingga yo'l paydo bo'lib, o'zingga sal yaxshiroq bo'lardi. Bobomurod Abdulla mana shu videosida eshak go'shtini halol dedi. Bunga ko'p marta urg'udi. Men halol demadim. Men aytdim, Qur'onda harom qilinmaganmi, demak halol dedim. Mana shunday dedim men. Aytdim. Yana aytaman. Oldingi videolarda Imom Buxoriyni o'zini urushib qolgan o'rtog'ini nomlaganda biqqa degan edi. Deganman, bundan keyin ham biqqa deyman. Malades, Shukur Jabbor yozaver. Ey Bobomurod, Allohning o'zi seni ogohlantirib, o'zi sening taqdiringni hadisdagi masalaga tushirib qo'ydi-ku, eslataymi? Payg'ambarimiz alayhisalomning bir insonni qattiq yaxshi ko'rmang, kuni kelib yomon ko'rib dushman bo'lib qolishingiz mumkin. Bir insondan qattiq nafratlanmang, kuni kelib u bilan do'st, ulfat bo'lib qolishingiz degan hadisga sen va Kamol Yo'ldosh bilan ikkovining holati tushib qoldi-ku. Bu hadisni Termiziyda o'qiganman. Buxoriyda bormi yo'qmi bilmayman. Shariat kimniki? Islomniki emasmi? Shariat kimniki? Payg'ambarimiz alayhisalomniki emasmi? Sen shunda kimga va kimning shariatiga tupurgan bo'lasan? Men Burxoniddin Rabboniyni nima deydi? Marg'iloniyning shariatiga tupurdim. U Rasulullohdan keyin islomga, Qur'onga zid narsalarni shariat qilib nima qilganlarni shariatiga tupurdim. Men Qur'onda kelgan shariatga tupurmayman men hech qachon. Sizlar tupurib o'tiribsizlar. Hozir men mana shu ko'rsatuvda isbotlab beraman. Sen ulug'lagan allomalaring Biqqi, Marg'iloniy hammang Qur'ondagi shariatga, Allohning shariatiga
payg'ambarning shariatiga tufurib qo'yganlaringizni isbotlab beraman. Boshqa ig'volaringni, fasodlaringni qo'ya turaylik, birgina shariatingga tupurdim deyish bilan dindan chiqding. Alloh ahvolingni mendan ko'ra va hatto o'zingdan ko'ra yaxshiroq biladi. Juda achinarli. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Endi bu Boyonat Abdulla o'ldi deyapti. Xo'p, Shukr Jabbor. Sizlarga gap kor qilmaydi, sizlar uchun emas bu. Mana shuni o'qigan odamlarga men hozir keltirib beraman. Demak, buni asosiy chiqishi Burxoniddin Marg'iloniyga tuhmat qildi. U g'usl bobida eshakni qilganga g'usl kerakmi, yo'qmi deganini yozdi. Jazo bobida bo'ladi u jazolar. Jazosida bor deyapti. Xo'p. Burxoniddin Marg'iloniyning o'sha Al-Hidoya degan shariat fatvolari kitobini boshidan oxirigacha men iltimos qildim. Aynan o'sha arab tilidagisini. O'zbek tilida ham bor. O'zbek tilida ham bor. Bizlar bilasizlar-ku, tarjimada qoldirib, moldirib tarjima qilishlari mumkin. O'zbekchasini keltirmayman dedim. Menga iltimos dedim. Mana birinchi men tanish bir ukamizga aytdim, keyin o'zimning qizimga aytdim. Elektron versiyasini topib qidirib ko'r nimasini. Jazo hadlar bo'limini dedim. Ikki odam ham yo'q dedi arabchasida. Yo'q. Jazosi yo'q. Xo'p, qanday bir nimadir bir zinoga, bir nimaga, mana shunaqa ishlarga bir nimasi bormi, bir hayvonga o'xshagan bo'lmasa ham betartib bir jinsiy aloqalarga yo'q deydi. Nabarot ruxsat bor deyapti. Qanaqa ruxsat bor? Ruxsatga qarang. Men sizlarga ko'rsatib beraman. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Burxoniddin Rabboniy. Men sizlarga aytdim, bu tufraslar bilan yuziga. Kompyuterlaringizni tarlab qo'yinglar latta-patta bilan. Tufurib tashlaysizlar deganman. Ben o'qib beraman sizlarga. Burxoniddin Marg'iloniyning Al-Hidoya kitobi Damashqda Daral Fayha nashriyotida 2019-yilda chiqqan arabcha nimasi, matni, kitob arab tilida yozgan o'zi, u ham arab tilida chiqqan. Bu Hanafiy Burxoniddin Marg'iloniy o'sha eshaklar masalasida g'usl shart emas degan. Qarang nima deyapti? Hadlar bo'limi o'sha Shukr Jabbor keltirgan bölümünde yozyaptiki, nima deydi, qarang. O eshakni qilganga jazo yo'q. U o'zi aslida zo'rlashga kiradi. Chunki eshak uni qilishini xohlamaydi. Eshakdan ruxsat olmay, roziligini olmay qiladimi, u zo'rlikka kiradi. U iznasilovaniyaga kiradi. Iznasilovaniyaga qanday jazo bo'lsa, eshakni qilganga ham shunday jazo bo'lishi kerak o'zi asli. Lekin Al-Hidoyada yo'q. Topgan narsani qarang, dahshat narsa topdik. Qarang. Yozyapti, Burxoniddin Marg'iloniy yozyapti. Agar diqqat bilan eshitinglar, musulmon inson Dorul Harbga, ya'ni Dorul Harb ya'ni jangga, ya'ni bu chotlar mana shunaqa nima qiladi-ku? Dorul Harb, Dorul Baqo, Dorul Fano, odamlar aqlli deb o'ylasin deydi-da bular. Mana shunaqa tarjima qilingan o'zbek tiliga. Musulmon inson Dorul Harbga, ya'ni jangga yoki Dorul Bag'iyga, Dorul Bag'iy degani qurolli isyon, davlatga qarshi qurolli isyon. Qarangda, borib yo jihodga ketdi, jangga yoki isyon ko'tardi qurolli. Pravitelstvoga, hukumatga qarshi. Qurolli isyonga borib zina qilsa-yu qaytib kelsa, jangga bordi, Dumbara Qasr birov nima joriyalarni zo'rladi, qo'lga tushgan asiralarni zo'rladi, uyga bostirib kirib tinch aholini uni zo'rladi yoki zino qildi, zo'rlamasdan ish qilib bilgan nimasini rasvogarchiligini qilib keldi. Zino qilsa-yu qaytib kelsa, endi sizlar o'ylaysizlar hozir, oho, Toshbo'ron ya 100 darra uriladi, bunga ya 200 darra urilsa kerak deb o'ylayapsizlar sizlar. Xomtama bo'lmanglar. Burxoniddin Marg'iloniy shunday deyapti. Unga zinoga beriladigan hadlar, ya'ni jazolar qo'llanilmaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Askarlarga qayerga borsa zo'rlash,
zino qilish ruxsat beryapti. Ularga had yo'q, jazo belgilanmaydi deyapti. Burxoniddin Marg'iloniy Al-Hidoya kitobi Damashqda chiqqan Darul Fayha nashriyotida 2019-yilda. O'zbekcha tarjimalarda bormi yo'qmi bilmayman lekin. Bu muttahamni bu nimalarni tarjima qilgan bizankilar yo'qmi? Lekin jazolar bo'limida imindan shu narsa bor. Tasavvur qilyapsizmi? Askar Qur'onda taqiqlangan. Qur'onda joriyalar, asiralarni zo'rlash, hatto zo'rlab nikohiga olish, zino qilish mumkin emas, taqiqlangan. Qur'onga qarshi fatvo berib o'tirdi, ko'rdingizmi? Xuddi Yahudiy ruhbonlari Tavrotga qarshi Talmudda mutlaqo boshqa narsa fatvolarni bergandi. Yahud ruhbonlaridan Burxoniddin Marg'iloniyga o'xshaganlarning hech farqi yo'q. Mana men sizlarga hozir o'sha joyini, buni Telegramda qo'yaman. Men shu jonli yayondan keyin hozir prosta ko'rsataman sizlarga. Mana hozir sizlarning ekraninglarni ochayman. Xo'p. Ko'rinyaptimi? Mana qarang. Mana o'sha joy. Men buni kartinka qilib tayyorlab qo'ydim. Mana arabcha nimasi? Matni. Birozdan keyin nimada qo'yaman. Fakt va fikr Telegram kanalida buni qo'yaman. Endi Shukur Jabbor shoirmisan, buxgaltermisan, kimsan bilmayman, lekin ko'rdingmi? Sen bu g'usul bobida, jazolar bo'limida bo'ladi, sen qaramagansan deb yozgansan. Mana jazolar bo'limini hech narsa yo'q. Hattoki Qur'onda taqiqlangan jazolanadigan iznasilovniya, zinoga ruxsat berib qo'yibdi sening buyuk allomang. Marg'iloniy degan allomang. Bilasanmi sen shuni? Qur'onda oyat kelgan-ku, o'sha joriyalarni majburlab erga olgani uchun oyat tushgan. Tegmanglar joriyalarga degan, askarlarga, asirlarga tegmanglar degan. Ko'rdingmi? Kim kofir? Kim Allohning aytganiga qarshi ish qilyapti? Menmi yo Marg'iloniymi, sizlarmi? Sizlarning shariatinglarmi? Endi Abror Muxtor bilyardi ham, bu ham nima deyapti? Men bularning strategiyasini menga o'rgatdilar. Aka dedi, sizga shunday chiqadilar dedi. Bu dedi, mana Marg'iloniyda yo'qligini isbotlab bo'lasiz-ku dedi. Marg'iloniyda yo'q deganingiz isbotlangandan keyin Marg'iloniyda yo'q bo'lgan bilan boshqa bir olimning fiqh kitobi fatvosida bo'ladi jazo dedi. Eshakni qilganga. Menga nima kerak bor? Burxoniddin Marg'iloniy ruxsat bersa, anu ruxsat bermasa. Bu jinda jazo yo'q unda. Men kimga quloq solishim kerak? O'zimga yoqqaniga, yo'q, men Qur'onga qarayman. Qur'onda jazo bor unga. Iznasilovniyaga qanday jazo bo'lsa, xuddi shunday. Odamni iznasilov qilganga qanday jazo bo'lsa, hayvonni iznasilovaniyasiga ham shunday jazo. Hech qachon bir eshakni orqasidan qilgan o'sha Burxoniddin Rabboniyning izdoshlari bor, eshak sevarlar. Hech qachon eshak o'z xohishi bilan berganini isbotlab bera olmaydi, chunki eshakning tili yo'q. Xohish irodasiga qarshi qilib turib qiladilar erkakni, o'sha eshakni dumini ko'tarib, ifloslar, eshak sevarlar. Zofil deyman men shuning uchun. Mana iznasilovniya zinoga askarlarga ruxsat berib qo'yibdi. Had yo'q deyapti. Jazolar bo'limidan chiqdi bu narsa. Endi bular aytadi, boshqa olimlarda bor. Boshqalari bundan battar. Men yana o'sha o'zimizni yurtdoshlarimizdan, bizani hozirgi O'zbekiston hududidan chiqqan olimlarni, mana Buxoriy degani bor, Sodrush ash-Shariya degan, unikini keltiraman sizlarga. Hozir u ham dahshat endi. Uni Muxtasar al-Viqoya degan taqvo nima deydi, fatvo kitobi bor. Qarang, Muxtasar al-Hidoya Viqoyada Sodrush Shariya Buxoriy, bu ham bizning diyorlardan chiqqan. Bu ham buyuk fiqh ulamosi. Qarang nima deyapti. Mutlaqo aqlga sig'maydigan fatvolar berilgan shariatda. Nima uchun men shariatga tupurishimni hozir ko'rasizlar. Xo'p. Qarang. Demak, Sodrush Shariya al-Buxoriy.
Muhtasar el-Vihoya Beyrut'ta chiqqan Darul Kutub el-Ilmiya 2005-yilda chiqqan bu kitob arab tilida. U ham o'zi originali arab tilida yozgan buni Buxoriy. Kitob ham arab tilida chiqqan. Endi qarang, fatvoga qarang. Diqqat bilan eshitinglar. Boshqalari yaxshi, Burxoniddin Marg'ilonda bo'lmasa bunda bor deganlar uchun bu. Agar voyaga yetmagan kichkina qizaloqni, eshitinglar, bu dahshat bu. Agar voyaga yetmagan kichkina qizaloqni otasi yoki bobosi dedushka o'zidan, ya'ni qizdan bexabar, qarangda, voyaga yetmagan kichkina qizaloqni otasi yoki bobosi qizchadan bexabar nikohlab qo'ygan bo'lsa, ya'ni birovga berdi o'sha. Hali voyaga yetma. U voya возрасти bor bizda 19, 17, 18 yosh. Bularda endi hadislarga ko'ra 9 deymiz ekan. Deylikki 9 yoshgacha. Otasi qizga aytmadi. Qiz yuribdi. Xala o'ynab yuribdi qiz. Qiz xala o'ynayapti qizlar bilan. Ota berib yuboryapti yoki bobo dedular berib yuboryapti. Veteran vayni. Berib yuboryapti. Qiz bexabar. Deylikki qiz hali 9 ga ham kirmadi. Bularda 9 yoshdan olib ketsa bo'ladi, pastelga. 6 yoshgacha, 6 yoshdan nikohlasa bo'ladi. Hadis shunday dedi. Nikohladi. Endi qiz tug'ilgandan bir kunlik chaqaloq ham bo'lishi mumkin. Mana tug'ildi, men shu nevaram yo qizim seniki deyasham mumkin. Chunki bu yog'i past nuqtasi yo'q. Voyaga yetmagan deb aytilgan bo'ldi. Ular voyaga yetmaganni 9 yosh, 12 yosh, 6 yosh deb biladi. Xo'p, nikohlab qo'ygan bo'lsa, sizlar o'ylaysizlar endi otasiga, bobosiga jazo yoziladi bularni hozir bu bizni Sodrus Shariya al-Buxoriy shunday nima yozadi deb o'ylaysizlar-a? Chuchvarani xom sanabsizlar. Qarang, o'sha qizga o'sha nikoh shart bo'ladi deb yozib qo'ydi. Tasavvur qilyapsizmi? Qur'oni Karimda o'zini nimasidan xohish irodasiga qarshi turmushga bermanglar. Shu ma'noda ikki taraf roziligi bilan bo'ladi nikoh deb qo'yibdi. Alloh. Bular nima dedi? Qiz bexabar bo'lsa, otasi, bobosi bersa, anu qiz erga tegishi shart. Misol uchun kichkina katta bo'ladi. Qizim men palonchi yigitga turmushga chiqmoqchiman, yaxshi ko'rishib qoldim deyish mumkin-ku. Qayoqqa yaxshi ko'rishasan sen deydi. Biz sen tug'ilganing ertasi kuni unashtirib qo'ydik, qulog'ingni ishlatib qo'ydik dedi. Ha, men xohlamayman desa, al-Buxoriy bizda bobomiz Sodrus Shariya degan dedi. O'shani fatvosi bor, senga shart bu dedi. Ota dedi bobosinoda yoki dada dedi. Bu Qur'onga zid-ku desa, biz Qur'onga tupurib qo'yibmiz dedi. Biz Allohga tupurib qo'yibmiz dedi. Biz hamma narsaga tupurib qo'yibmiz, to'g'ri bo'lgan narsaga dedi, adolat dedi. Biz faqat Buxoriyga ergashamiz dedi. Buxoriy mana senga o'sha qizga o'sha nikoh shart bo'ladi deb qo'ydi dedi. Davomini o'qiyman fatvosini. Katta bo'lib o'zini nikohlangan ekanini bilganidan keyin qizning nikohni buzishga haqqi yo'q. Seni shariatingga, padaringga la'nat. Shariatingga tupurdim men sizlarni. Qizlardan bexabar nikohlab qo'yib, haqqi yo'qmish buzishga. Seni padaringga la'nat. Alloh ikki tomonning roziligi, qizlardan ham, erkaklardan ham rozilik olish kerak deb qo'yibdi. Padaringga la'nat. Sodrus Shariya Buxoriy haqqi yo'q debdi. Kim Allohga dushman? Menmi yo bularmi? Aytinglar odamlar. Mana sizlar ishonmasligingiz mumkin. Maslahat ko'rsataman. Fakt va fikrda qo'yaman buni. Men faktlar bilan gapiraman. Faktini topmasam gapirmayman o'rtoq. Mana o'sha bularning nimasi? Fatvosi. Shariat peshvolarining. Ha, qaranglar. Hozir sizga arabchasini ko'rsataman. Mana. Bunday qilib yaqinlab olib bormasam. Ko'rinyaptimi? Mana shunday bu ifloslar. Ko'rdingizmi?
Men dindan chiqmish. Seni Sadr Shariya Buxoriy, Imom Buxoriy, Burxoniddin Marg'iloniy, Pistiyoniy hammasi shular chiqqan. Allohning Qur'ondagi shariatiga zid fatvolar chiqarib qo'yibdi. Muttaham hammasi bir Alloh dushmani bular. Birinchi bular Allohga dushman, keyin insonga, ayniqsa ayollarga dushman bular. Mana shu hozir men yozayotgan 3-kitobim bor-ku, din uydirmachiligi to'g'risida yozayotgan. O'shandan musulmon uydirmachiligiga oid qismidan dokazatelstvo, isbotlarni olib kelib beryapman. Kitobda hali bundan ham ko'p ma'lumot bo'ladi. Bular qanday qilib zulmga aylantirgan islom dinini. Osongina dinni bitta oyatda olinadigan tahoratni, bitta oyatda bayon etilgan tahoratni ana 13 tom kitob yozgan. Nima uchun? Qiyinlashtirgan shuni. Shartlar qo'yib tashlagan. 13 tom bo'lishi mumkin emas bir oyatga sig'gan shariat. Alloh oson qilgan narsani tuvarlar qiyinlashtirib qo'yibdi. Shuning uchun odamlar dindan bezgan bizada. Mana shunaqa fatvolar tufayli. Endi bu yerda nima yozyaptiki, kommentariyalaridan o'qidim. Bobonat Abdullohning tomi ketib qolgan, ko'kar bo'zarib ketadi, psixologiyasidan muammolar bor. Endi jinni deyapti-da. Bu birinchi marta eshitayotganimiz yo'q. Ko'p odam buni gapiradi bu yerda. Nimaga? Haq gapni gapirsang yoqmaydi bular. Bularga vazmin, bosiq, Kamol Yo'ldoshga o'xshab yolg'on gapirsang ham, haqorat qilsang ham yaxshi ko'radilar. Chunki sen bosiq, vazmin aytyapsan shu narsani. Men shunday odamman. Men qayerda adolatsizlikni ko'rsam, men qonun qaniydi, jahlim chiqadi. Men shundayman. Sizlar sokin bo'laveringlar. Sizlarga baribir hamma narsa. O'zini sokinligi bilan maqtanadiganlar yoki sokinlarni yaxshi ko'radiganlar. Kamol Yo'ldoshni yaxshi ko'ringlar. Hammangni suvsiz olib borib, suvsiz olib qaytarib o'tiribdi. Tavrotga yo'naltirib o'tiribdi, Qur'onga chaqiraman. Mana sizlarga shariat. Qizdan bexabar nikohlab, u bersa bo'ladigan, qiz keyin unga qarshi chiqa olmaydigan, haqqi yo'q ekan uni nikohni uzishga. Bundan ortiq zulm bormi insonga? Qur'onda mutlaqo narsa boshqa narsalar yozilgan. Mulloga ergashishning oqibati mana shu bo'ladi. Mana shu Shukr Jabbor shunaqa, bularga fakt qabul qilmaydi bu Shukr Jabborlar. Million oyat olib kelsam. Qur'onda zid ochiq oydin ko'rinib turibdi-da. Niso surasini bitta Nisoda o'qisangiz, qancha joyda ikki tomonning roziligi bilan bo'ladi nikoh degan. Qancha joyda yozilgan. Lekin uni qabul qilmaydi. Bularga Marg'iloniy kerak. Nimaga? Marg'iloniyga ko'ra Luboy qizga o'ylana oladi otasi bilan gaplashib. Pedofil bular. Mana shu kichkina qizni ko'rdimi? Otasi bilan dogovorni quradi. Qiz meniki deydi. Hatto shunday holatlar bo'lgan. O'sha kitoblarda ham, fatvolarda yozilgan, Sadr Shariyada. Misol uchun, voyaga yetmagan qiz, 6 yoshda buni yaxshi ko'rib qoldi. Bu pedofil, Buxoriy. Otasiga dogovor beradi, o'sha mahr pulni beradi, nima qiladi-da, katta qilib boqishi ham mumkin ekan voyaga yetguncha. Keyin boqib bo'lgandan keyin olib keladi. Mana men boqdim, ulg'aytirdim. Endi menga nikohimga berdi. Ana shunda aytadi ekan otasi: "Qizim, seni bu shuncha vaqt men boqmadim. Bu dushni ering boqdi. Men seni o'zi nikohlab qo'ydim. Senga Sadr Shariya al-Buxoriyning fatvosiga ko'ra sen haqqing yo'q qarshi chiqishga" dedi. Ammo dada o'qimoqchi edim. Qaqoy ilm dedi. Sadr Shariya Buxoriy bo'yicha yerga tegasan dedi. Mana sizlarga zulm, mana sizlarga shariat. Bu yozinglar mana shu hozir men o'qib bergan narsa shariat bo'lsa, mana shu shariatga, mana shular yozgan, Qur'onga zid yozilgan shariatga tupurish kerakmi, yo'qmi? Tupurish kerak. Tupurish kerak bu shafar. Taqiqlash kerak bu Iflos Marg'ilonning kitobini ham. Sadr Shariya qayerda mana shunaqa fatvolar bo'lsa, hammasini taqiqlash kerak. Qur'onga zid. Endi asosiy qismga o'tamiz. Bizni doimiy haqorat qilib keladigan Abror Muxtor Bilyardiy ham xuddi shu yo'sinda chiqqan. U haqoratlari ko'proq, har galgidek. U ham shu Bobonat Abdulloh kofir, Bobonat Abdulloh shariatga tupurdi, Bobonat Abdulloh undoq qildi, bundoq qildi. Endi Bahrom Bakirovni ham gapirgan, Bahrom bunday, Kamol Yo'ldoshni ham har galgidek shu otasi o'zi undoq har xil laqablar qo'yib nima qilib tashlagan. Lekin
Mana Shukur Jobbor yozgan, Hidoyani boshqa bo'limida uni jazosi bor deb yozgan. Lekin jazosi yo'q, ko'rdingizmi? Isbotsiz gapiradi bular. Qidirib topib bersin bo'lsa, topolmaydi ikki dunyodan ham. Dunyoda ham topolmaydi. Chunki yo'q. Abror ham shunday. Isbotsiz bir sürü gap. Bir sürü gap. Ya'ni buning mana shu oxirgi marta mana shu 3 kun oldingi chiqishini, menga qarshi Bahrom Bakirov va Kamol Yo'ldoshga qarshi chiqishlarini ko'rib, videosini ko'rib, bir xulosaga keldim. Abror mutlaqo johil, Qur'ondan bexabar odam. Qur'onga kofir bo'lgan odam. Nimaga unday deyapman? Men bir 5-6 ta nuqtasida uni gapirganlarini o'rganib, men hozir daqiqalarigacha aytaman shu ko'rsatuvda nima deganini, oxirgi ko'rsatuvda menga qarshi chiqqan, Bahromga qarshi chiqqan va nimalar degan oyatlarga mutlaqo Qur'on oyatlariga zid gapirganini hozir men sizga ko'rsatib beraman. Qarang, men hozir boshlaymiz endi. Abror, quloqlaringni tayyorlab tur endi. Sana kor qilmasa ham balki ichida ko'rmirliklaring ichida nimalar bordir. Qarang. Abror oxirgi ko'rsatuvning 3-daqiqasi 38-soniyasidan boshlab shunday deyapti. Gapga qarang. 3:38da ko'rsatuvning. Allohning vahiysi ikki turga bo'linadi. Birinchisi Qur'oni Karim, faqat Muhammad alayhisalomga berilgan mo'jiza. Bu mo'jiza boshqa payg'ambarlarga berilmagan. Qarang. Ikkinchisi boshqa payg'ambarlarga berilgan vahiy turidan hadis olarak Muhammad alayhisalomga berilgan. Qarangda, Allohning vahiysi ikki tur bo'larmish. Birisi u faqat Muhammad alayhisalomga berilgan Qur'oni Karimmish, pramo o'ziga tushirilgan. Ikkinchisi hadismish. Payg'ambarga birinchisi ham berilganmish. Ikkinchisi ham, ya'ni hadislar ham vahiy deyapti. Ko'rdingizmi? Hadisni odamlar itoat qilish uchun, mana shu fatvolarga itoat qilish uchun hadisni vahiy deb chiqaryapti. Ko'rdingizmi? Vahiy maqomini beryapti. Endi qolgan payg'ambarlarga deydi, hadis sifatidagi vahiy berilgan, lekin kitob berilmagan deydi. Ya'ni payg'ambarimizga ham kitob berilibdi vahiy sifatida, ham hadislar berilibdi, rivoyatlar. Boshqa payg'ambarlarga kitob berilmaganmish, mana Nuhga hadislar berilibdimish, kitob berilmabdimish. Bu Abror, ikki quloqing bilan ham eshit. Mana shu gaping bilan sen Qur'ondan mutlaqo bexabar, johil odamligingni o'zing isbotlading. Mana 3-minutda 38-soniyasidan ko'ringlar. Senga mana javob. Niso surasi 163-oyatda kelgan. Alloh taolo shunday deyapti: "Ey, bilyardi, eshit. Qur'onni ochib o'qi, faqat hadis o'qiverma. Jilli." Niso surasi 163-oyatda Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Qaranglar. Biz Nuhga, eshitinglar mana, Nuhga va undan keyin kelgan payg'ambarlarga, demak hamma payg'ambarga, Muhammad alayhisalom ham hammasi bor. Qanday vahiy qilgan bo'lsak, senga ham ey Muhammad shunday vahiy qildik. Bu nima degani bilasizmi? Ey Muhammad, senga qanday kitob bergan bo'lsak, boshqa Nuhga va undan keyin payg'ambarlarga ham xuddi shunday kitob berdik deyapti. Eshityapsizmi? Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub nabiralari, Iso, Ayub, Yunus, Harun va Sulaymanga ham vahiy qilganmiz. Ko'rdingizmi? Muhammad alayhisalomga qanday tushirilgan bo'lsa kitob, ularga ham shunday tushirilgan. Ya'ni faqat hadis yoki faqat payg'ambarimizga kitob tushirildimi? Mana Nuh alayhisalomning ham kitobi bo'lgan. Jinni Burxoniddin Marg'iloniyni o'qiysan sen, eshak mavzulari yoqilgan, yoqadi-ku senga o'sha yerda eshak mavzulari, eshakni qilish. Shunga ishonasizlar. Har kim o'zini nafsiga yoqqaniga ergashadi-da bular. Mana shu oyatga ko'ra hammaga Muhammad alayhisalom qatori kitob berilgan, vahiy bir xil tushirilgan. Mana u nima deyapti? O'sha videosining davomida Abror nima deyapti? Nuhga bo'lgan
tushirilgan, Nuhga tushirilgan vahiy Muhammad alayhissalomga hadislarni vahiy qilish turidan edi. Vahiyning bir turi edi deb kitobi yo'q deyapti. Yedingmi biror? Mana sen birinchi gapingda yeding. Ana endi ikkinchi punktida o'tamiz bu johilni. Qur'ondan bexabar mullolaringiz, ey shariatchilar, Qur'on umuman o'qimaydilar. Qarang. 5-daqiqa 16-soniyadan keyin Abror aytayapti. Muhammad alayhissalomga hadislar vahiysi bor edi. Qur'ondek vahiy boshqa payg'ambarlarga berilmagan. Muhammad alayhissalom faqat eshitganlarini yodlab tilovat qilib beradigani bu vahiy edi. Deb nima deyapti endi bu? Payg'ambarimiz vahiyni eshitib yodlab aytib berdi deyapti. Qarang. Yodlab eshitgan dedi. Yodlab aytib beryapti dedi. Ana shunday Abror yolg'on gapirayotganini dalili Shuara surasi. Shuara surasi 192-194-oyatlarda kelgan. Qarang nima deyapti? Qur'on borliqlarni yaratgan egasi tarafidan tushirilgan. Qur'on kim tomonidan tushirilgan? Borliqlarni yaratgan egasi tarafidan tushirilgan. Uni ishonchli ruh, ya'ni Jabroil olib tushdi. Endi qarang qanday olib tushdi? Ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun, ey Muhammad deyapti. Sening qalbingga olib tushdi. Qulog'ingga deyotgani yo'q, ey shalpan quloq, eshak quloq. Abror Muxtor bilardi. Qulog'ingga aytdi seni deyotgani yo'q. Qalbingga, ya'ni zehningga olib tushdi seni deyapti. Qalbiga degan so'z ishlatilgan ekan o'sha yerda. Boshqa oyat bor mana. Baqara surasi 97-oyatda ham xuddi shu gap. Ey Muhammad, senga qulog'ingga yetkazib shivirlamadi deyapti. Qalbingga tushirdi seni. Shunday o'zida bir zumda singdirdi deyapti. Oyatda nima deyilyapti? Ayt, kimki Jabroilga dushman bo'lsa, bilib qo'ysin, o'zidan avvalgi kitoblarni tasdiqlashi hamda mu'minlarga qo'llanma va xushxabar bo'lishi uchun u Qur'onni Allohning izni bilan yana kelyapti. Sening qalbingga u Jabroil olib tushdi. Qalbiga degan so'z ishlatyapti. Ey Abror Muxtor bilyardi. Qur'onni o'qisam, molla bo'lsam. Men bir jurnalistcha nimasida tushunib o'tiribman, qalbli deb kelgan. Sen nega Qur'on o'qimaysan? Ha, Qur'on senga yoqmaydi. Chunki Qur'on ko'p taqiqlar qo'ygan sendek maraz kimsalar uchun. Senga Burxoniddin Marg'iloni yoqadi. Eshak ham qilishing mumkin, jangga borib zo'rlab ham kelishing mumkin, qizdan hamma narsa qilishing mumkin. Burxoniddin Marg'iloniga ko'ra sen anu xotining bor-ku, Mo'mina Abdul Xayrova. Uni tishlashing ham mumkin, kalla ham qo'yishing mumkin. Hamma narsaga ruxsat bor Marg'ilonida, shariatda. Shuning uchun sizlarga shariat kitoblari yoqadi. Nafsingizga yo mos chunki. Yomon nafsingizga. Endi 3-punkt. Abror yedingmi ikkinchisini ham? Payg'ambarimizga vahiy eshittirilmagan, qalbiga singdirilgan 2 oyat keltirib. Endi 3-chisi qarang. 12-daqiqadan boshlab videosini Abror shunday deyapti. Qur'oni Karim oyatlari bir-biriga bu Bahromga aytayapti endi. Bahrom aytdi-ku, hadislarni jinida ishonavermanglar. Hadisni tekshirib ko'ringlar. Tekshirish yo'li Qur'onga solib ko'rasan, Qur'on bilan taqqoslaysan, Qur'onga zid bo'lsa olmaysan deyapti. To'g'ri, Qur'onga zid bo'lsa olinmaydi. Bu endi shunga javoban nima deyapti? Ey Bahrom deyapti. Qur'oni Karim oyatlari bir-biriga zid kelib qolsa nima qilasan deyapti. Nima qila olasan? Nimaga solasan deyapti. Hadisni nima bilan solishtirasan deyapti. Oyat bir-biriga zid keldi deyapti. Bu degan Qur'oni Karimda bir necha marotaba bizni tushirgan kitobga qarasizlar, bir-biriga zid joyi yo'q degan. Abror yo'q deyapti. U Alloh aytaveradi u dedi. Nur surasida, Niso surasida, Moidada aytaveradi u dedi. Qur'oni Karimning oyatlari bir-biriga zid dedi. Ana shunday zid kelib qolsa, ey Bahrom, hadisni nimaga solib taqqoslab ko'rasan deyapti. Misol keltiryapti. Bilyardi. Misol dedi. Bir oyatda siz yaxshi ko'rganingizni hidoyat qila olmaysiz desa Alloh deyapti.
siz yaxshi ko'rganingizni hidoyat qila olmaysiz desa, boshqa oyatda siz to'g'ri yo'lga hidoyat qilasiz demoqda. Mana shu narsa bir-biriga qarshi deydi. Ey to'nka abror, seni molla bo'lgan bor-ku. Sen umuman bilmayman, sen qanaqasiga sen qanaqasi shayx ham shunday bo'lganmi deyman-da, shunaqa oyatlar bir-biriga qarshi keladi. Shayxning shogirdimish bu yana. Bular menimcha arabcha ham bilmasa kerak bor. Javob: eshitay, kofir. Qur'onning oyatlari bir-biriga qarshi degan jinni, kofir bo'lding sen Qur'onga. Eshit. Bu hozir mana shu yerda bitta hidoyat kalimasi ikkita joyda bitta kalima ishlatilganda, tahdid degan, sen boshlaysan degan kalima ishlatilgan, hidoyat kalimasining o'zagi. Bu shuni ana deyapti. Bir joyda sen hidoyatga boshlaysan deyapti. Bir joyda sen hidoyat qila olmaysan deyapti. Ana bir-biriga qarshi Allohning oyatlari deydi. Kofirda bu. Aslida bir oyatda, misol uchun bir oyatda siz to'g'ri yo'lga boshlaysiz, ya'ni chorlaysiz degan ma'noda kelyapti. Chorlaysiz. Ikkinchisida esa, ya'ni sevgan insoningizni hidoyatga sola olmaysiz degani, sen uni hidoyatga to'g'ri yo'l insoni qila olmaysan degan ma'noda ishlatilyapti. Ya'ni bu bilasizmi nima degan? Men har kun aytib keladigan gap. O'rtoqlar, bizning vazifamiz chorlash to'g'ri yo'lga, chaqirish, eslatish. U to'g'ri yo'lga tushmasligi bizdan emas. Ya'ni ikkita joyda ham bir xil gap. Chorlaysan, tushirasan, chaqirasan, qilasan degan ma'no yo'q. Shuning uchun bu aytayapti. Bir joyda hidoyat so'zi to'g'ri yo'lga chaqirasan, boshlaysan degan ma'noda ishlatilyapti. Chorlaysan degan. Ikkinchisida sevgan insoningizni, odam sevgan insonni ham hidoyatda bo'lishini xohlaydi-ku, chaqiradi. Lekin sen chaqirganing bilan to'g'ri yo'lga soladigan bizmiz deyapti. Sen o'zingning ishingni qilaver deydi. Biz solamiz deydi. Alloh ham kimni soladi? O'zida intilishi borni. Boshqa oyatlar bor. Alloh zolim emas. Birovni hidoyatga solib ikkinchisini solmaydigan zolim emas Alloh. Alloh qalbini yaxshi biladi. Qalbida hidoyatga intilish, ozgina tafakkuri bo'lsa, uni soladi. Mana sen sevganing hidoyatga tushish uchun asos emas, biz hal qilamiz. Siz sevgan insoningizni hidoyatga sola olmaysiz deydi. Endi bunga oyatlar bor. Mana qarang, Arof surasi 159-oyatda shunday deydi. Musoning xalqi orasida haq, ya'ni o'sha Tavrot kitobi bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan va u bilan adolat o'rnatadigan jamoa bo'lgan. Ko'rdingizmi? To'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Mana shu to'g'ri yo'l, mana bu egri yo'l deydi. Bu degani ularni to'g'ri qilib qo'yadi degani emas, jilli. Karkidoni jilli. Boshqa yerda ham sizni vazifangiz chorlash. To'g'ri yo'lga biz solamiz deyapti. Nimasi uni bir-biriga qarshi? Endi 4-punkt qarang. 14-daqiqa 32-soniyada Abror aytayapti. Bahromga qarab. Ey Bahrom, seni tushunchang bilan qarasa Qur'onni ham terror deydi. Jorj Bush minbardan turib Qur'oni Karimdagi Tavba surasini darsliklardan tamoman olib tashlash kerak. Chunki hamma terror o'sha joyda deydi. Endi bu hozir Tavba surasini qaysi suralarni oyatlarini aytsa, shu 5-oyatida Tavba surasining 13-14da, keyin 29da, 38da, 41-50-oyatlarda shunday mazmunda oyatlar kelgan. Qarang, mazmuni shunday hammasi. Ahdini buzgan, e'tibor bering. Dogovorni buzgan mushriklarga Makkada 4 oy turgandan keyin mushriklar 4 oy turib chiqib ketsin deyapti. Chiqib ketmaganlarini, mana dogovorni buzdi, 4 oy muhlat berdi. Savdo sotig'ingni qil, uyingni sot, mol-mulkingni sot, boshqa yerga ko'chib ketib muhlat berdi Alloh taolo. Tavba surasidan. Chiqib ketsin deyapti. Chunki ular dogovorni buzdi-da. Bilasizlar, Hudaybiya shartnomasini buzganlar. Chiqib ketmaganlarini deydi. Qayerda ko'rsangiz o'ldiring deyapti. Bu yerda terror yo'q. Dogovorni buzib senga qarshi qurol ko'tarib kelganini muhlat ber, chiqib ketsin. O'shanda ham darrov o'ldir deyotgani yo'q. 4 oy tursin deyapti. Shundan keyin ham chiqmasa qayerda ko'rsa o'ldiringlar deyapti. Endi qolgan oyatlarda
O'sha payti Makka fathidan keyin bilasizlar, islom tarixida Makka fath qilgandan keyin 2 kundan keyin, 3 kundan keyin Toifdagi mushriklar qo'rqib ketib, bu Muhammad va musulmonlar Makkani oldi, endi biz Toifni ham oladi deb o'zlari birinchi hujum boshlagan. Ana shular to'g'risida ham keyingi mana bu 29, 38, 41, 50larda oyat kelgan. Sizlarga harbiy hujum qilgan mushriklarga qarshi himoyaviy jang qiling degan. Shu ma'noda kelgan. Tushundingizmi? Bu yerda hech qanaqa terror yo'q-ku, jilli. Bush bilan Bushni gapini iqtibos kelib o'tiribdi, terroristning gapini. Bushni o'zi terrorist. Endi 5-punktiga qarang buni. 17-daqiqasi 31-soniyasida aytayapti. Ey Bobomurod, Qur'onda yozilmagan deb o'zingdan chiqqan najosatni ham yeyaver halol deb. Qur'onda najosat haromligi aytilmagan deyapti. Ey kofir abror, yomon kofirsan-da sen. Sen g'irt johil, muttaham, Qur'onga kofir bo'lgan odamsan sen. Qur'oni Karimda mana abror aytayapti. Najosat haromligi Qur'onda yozilmagan, shuning uchun yozilmadi deb yur deyapti. Ey to'nka, Qur'onda najosat haromligi yozilgan. Bilmasang o'qib qo'y. Kim abrorga ishonib yurgan bo'lsa, o Piri Komili Unitozining gapini tekshirib ko'rsin. Qur'onda bormi yo'qmi? A'rof surasi 157-oyatda, 157-oyat shunday deyilyapti. Ular ummiy makkalik payg'ambar bo'lgan elchiga ishonadilar. Ular Tavrot va Injilda u payg'ambar ularni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradigan pokiza narsalarni halol qilib, nopok narsalarni harom qiladigan, ulardan og'ir ahdnoma va zimmalardagi qiyinchiliklarni olib tashlaydigan biri bo'lish haqida yozilib qo'yilganini topadilar. Endi kimki unga ishonsa, uni qo'llab-quvvatlasa, unga yordam bersa, unga yuboriladigan nurli kitobga amal qilsa, ana shular baxtga erishadi. Moida surasi 5-oyatda ham bugun sizlarga pokiza narsalar halol qilindi. Mana A'rof surasi 157-oyatda nopok narsalarni harom qiladi. Najosat yozilgan shu yerda. Jinni Qur'on o'qiysanmi sen o'zi molla? Allohning kitobini o'qimay, Buxoriyni o'qiyaveringlar sizlar. 6-punkti. Abror 19-daqiqasidan boshlab kechagi nimasini bunday deydi. Aroqni halol qilish mumkin Qur'onni o'ziga qarab, sababi nuzulning teskarisiga o'xsa deydi. Kamol yo'ldosh bilan bir xil sizlar bor-ku. U ham aroqni halol qilish mumkin degan ma'noda gapirdi, bu ham. Qur'oni Karimda aroq endi bir necha joyda haromligi kelgan. Misol Baqara surasi 2019-oyatda aroqda katta ism bor deyilgan. Bu oyatdagi ism nima? Harommi yoki halolmi? Baqara surasida 219-oyatda katta ism bor aroqda, xamirda deyapti. Uning ismni tafsiri mana Qur'on o'zini o'zi o'rgatadi. A'rof surasining 33-oyatida keladi. Unda shunday deyilgan. Yaratgan egam faqat oshkor va yashirin qabihliklarni, gunoh turlarini, nohaq tajovuzkorlikni, u haqida hech qanday dalil tushirmagan narsani, Allohga sherik qilishni va Alloh haqida bilmagan narsangizni gapirib yuborishingizni. Moida surasining 9-oyatida aroq shaytonning jirkanch ishlaridandir deyilgan. Moida surasining yana o'sha 91-oyatda yana davom etyapti. Aroq ichishni to'xtatasizlarmi yo'qmi? Bas qilasizlarmi aroq ichishni yo'qmi deyapti. Aroqni halol qilsa bo'ladi deydi. Sababi nuzulni teskari o'qisa deydi. Abror harakat qilyapti aroqni halol qilishga. Endi bu Kamol yo'ldosh bilan hech farq yo'q-da. Menda bir o'xshashlik joyi bor. Kamol yo'ldoshga Bahrom Bakirov raddiya beruvdi. Kamol yo'ldosh nima dedi? Chiqdi-da, o'zi bir qaltirg'i zo'rg'a turgan, bitta ursa yiqiladigan odam ekansan deb. Uni ozg'inligini masxara qildi Kamol yo'ldosh. Chunki oyat keltirib bergandan keyin bolaga hech narsa deyolmay ozg'inligini yuziga soldi. Biror kecha jonli yayinni ko'rdim. O'ziz go'sht yemagan bir qaltira bo'lsang deyapti. Go'sht yemagansan sen deyapti. U ham qaltira, o'sha
uni konstruksiya qilgan ozg'in odam. Men misol uchun ozg'in emasman. Men plotniy turga kiraman. Alloh shunday yaratgan. Bu Allohning yaratgan o'sha ozg'inligi, semizligi yuzga soladi. Sen aytgan oyatlarga biror narsa keltiraqsan, ilmiy raddiya deysan-ku, ilmiy bahs deysan-ku. Kamol, abror ikkisi ham bir xil. Odamni shaxsiyatiga o'tadi. Javob topib bera olmasa. Endi bularni qarangda, abrorni ko'rsangiz ham, Shukurjabborni ko'rsangiz ham chiqishlarida ikkalasi ham Kamol ham shunday. Jinni deydi. Tomi ketib qolgan, ko'karib ketadi, psixologiyasida muammosi. Kecha abror ham aytgan. Bobonot Abdullani deydi, nima deydi? Bu deydi, hadis inkorchilarning psixikasida muammo bo'ladi, jinni bo'ladi bular deydi. Qarangda, qanday bular to'g'risida mana shu to'g'ri gapni gapirib, odamlarni yolg'on, soxta, yovuz, zulmga asoslangan shariatdan qaytarib Qur'onga chaqirayotgan odamlarni jinni deyish Qur'onda kelgan. Mana qarang, men O'zbekistonga mana shu bizani, misol Bahromni jinni deyotgan Kamol Yo'ldosh, Shukurjabbor, Abror Muxtor Bilyardilar to'g'risida kelgan oyatni qarang. Oyat ikkitasini keltiraman. Hijr surasi 6-oyatda shunday deyiladi. Ular aytdilarki deydi. Ey mushriklar aytyapti. Ey o'ziga zikr, ya'ni Qur'on yuborilgan deb da'vo qilayotgan Muhammad. Sen aniq majnunsan dedi. Sen определённо psixbolnoysan deganlarda payg'ambarimizga. Bu ifloslar. Bular ham xuddi shunday. Biz payg'ambar emasmiz. Muhammad alayhisalom emasmiz. Lekin shuni tarqatgan Qur'oniga, shuni odamlarga yo'ygan Qur'oniga chaqiryapmiz. Allohning yuborgan Qur'oniga chaqirib, bizni ham jinni deyapti. Bular avval boshdan Muhammad alayhisalomgacha bo'lgan payg'ambarlarni ham jinni deb kelishgan. Misol qarang, misol. Bu Hijr surasi 6-oyat Muhammad alayhisalomni jinni deganlari. Endi Zoriyat surasi 52-oyatni qarang. Mana shunday bo'lgan, deyapti Alloh taolo. Ulardan avvalgilarga ham bu mushriklar bir elchi kelganida, ya'ni payg'ambar kelganda kofirlar, mushriklar bu yo sehrgar yoki majnun deyishgan. Yo koldun, fokusnik, eli psixbolnoy degan. Kamol Yo'ldosh, Abror Muxtor Bilyardi, Shukurjabboriy Hijr surasi bilan Zoriyat surasida ko'ryapsizlarmi? Sizlar yozilgansizlar. Kimki Allohning diniga qaytarib chaqirsa, jinni deysizlar. Sendan oldin sizlarning bobolaringiz bor-ku, Makka mushriklari, Toif mushriklari, undan oldingi mushriklar, kofirlar bo'lgan. Chunki haq so'zni aytgan hamma vositlar jinni, majnun deb kelgansiz. Ana sizlarga Hijr surasidan va Zoriyat surasidan oyatlarni olib keldim. Bugun sizlar odamlar qizlarni majburlab erga beradigan, ularga aytmasdan nikohlaydigan, eshakni orqasidan qilsa g'usul olmasa ham bo'ladi deydigan shariat emas, din emas u. Qur'onda din degan odamlarni sizlar jinni, majnun, psixbolnoy deyapsizlar. Sizlar to'g'risida shu oyatlar. Mana shunday gaplar bu muttahamlar to'g'risida. Shukurjabbor nechsan endi? Jonlimisan? Abror Muxtor Bilyardi o'z onasi bilan zino qilyardi. Nechsan endi? Jonlimisan sen? Ko'rdingmi? Men raddiya demayman. Men raddiya isboti bilan bo'ldi. Mana men oyatlarni olib keldim. Seni noto'g'ri gaplaringni daqiqalarigacha aytib berdim. Qani seni doказательствоң yo'q-ku. Sen Qur'onni ham bilmaysan yoki bilsang ham qarshi chiqyapsan sen. Qur'onning oyatlari bir-biriga zid deydi. Qur'on oyatlariga boqmaydilarmi? Unda ixtilof topmaydilar degan oyat bor, biladi, lekin chiqib turib oyatlar bir-biriga qarshi deydi. To'nka kofir. Bu sizlar dindan chiqqansizlar. Sizlar dindan chiqqansizlar, men emas. Chunki sizlar eshaksevar Burxoniddin Marg'iloniyning fatvolariga, diniga chaqiryapsizlar odamlarni. Qizlarni zo'rlaydigan, askarlarga luboy ishni qilish mumkin degan, jazo yo'q degan, Buxoriyni shariatiga chaqiryapsizlar sizlar. Allohning adolatli shariati qoldi. Ana shu sizlar chaqirayotgan, ey abror, ey shukur jibbi,
Jabbor. Sizlar chaqirayotgan o'sha iflos shariatingga tufurib qo'yibman men. Har kun tufuraman. Mazza qilib tufuraman. Mazza qilib la'natlayman. Padariga ming la'nat hammasini. Shunday fatvo chiqarib ketgan ifloslar. Gomoseksualist, zooseksualist, eshaksevar, bir sürü hayvon. Ulamo-i kirommuş. Seni ulamo'ngga bilan. 55 minutda gapirdim ichimdagilarni. Nimadan keyin Fakt va fikr Telegram kanalida boyagi ikkita skrinshotni qo'yaman. Muxtasar al-Viqoya va al-Hidoya kitoblaridagi iflos, jirkanch fatvolarni ko'ringlar. Men qo'yaman. Agar mana bu yerda hozir 506 odam ko'ryapti. Fakt va fikr kanaliga obuna bo'lib qo'ysangizlar, Telegram kanaliga. Men Telegramda qo'yaman. U yerda bu yerda ko'rmagan mana skrinshotlarni bu yerda ko'rsatish qiyin, texnik imkoniyatlarim yo'q men. U yerda turadi doimiy, xuddi kitobda turgandek turadi. O'sha yerga kiringlar, olinglar, o'sha Telegram kanalimizga ham yozilimchi bo'linglar, yozilinglar. O'sha yerdan boshqalarga ulashinglar. Ko'rsinlar bu ota-bobolarning sharoiti. Bu eshaksevarlar qayerga chaqirgan biz musulmonlarni Qur'ondan chalg'itib. Ko'rsin odamlar, tarqatinglar, obuna bo'linglar. Shu nimalar kecha men kechagi jonli yayında, jonli 3-kunda bir muttahamni iflos savoliga chidab tura olmadim. Chunki men chin dildan nima qilib bir jon kuydirib nima qilganim uchun birdan bunaqa savol kelsa odam asabiga tegar ekanda. Shuning uchun jahl bilan qopatib o'chirib qo'ydim. Men sizlardan uzr so'rayman, xayr xo'sh demasdan nima qilganim uchun. Men to'g'ri tushunasizlar-da, qarang. Sen 1,5 soatlab bir deyarli ilmiy siyosiy narsalarni tushuntirasan-da, bittasi o'sha lopatkasini ko'tarib keladi-da, nima haqida mavzu bo'layotganini bilmaydi-da, aktyor Farruh Soipov to'g'risida fikringiz dedi. Men nima ishim bor? Yoki bo'lmasa boshidan oxirigacha seni efiringni ko'radi. Ongi yetmaydi, aql qabul qilmaydi. Nima to'g'risida gapiryapti? Bu parlament, parlamentarizm nima bu o'zi deydi. Bu anu bir video chiqdi, konstitutsiya nima edi bir o meva-cheva sotayotgan ayol aytdi, xuddi shundayda tushunmaydi nima deganda. Keyin men ham qatordan qolmay bitta savol beray dedi-da, boshidan eshityapti lekin. Tushunmagandan keyin miya qabul qilmaydi-da. Miya boshqa narsalarni tushunadi. O'sha tushungan narsasidan savol beradi. Nima deydi? Misol uchun, sen 1,5 soat gapirib bo'lgandan keyin sen 1,5 soat eshitadi-da. Munisa Rizayeva o'g'il tug'armikan, qiz tug'armikan Argentinada? Nima deb o'ylaysiz deydi. Tamam da u savol berish kerak-da, u maqtanish kerak. Kimsan? Bobomurod Abdullaga men savol berdim. Ha nima deb desang, Argentinaga borib tug'armish Munisa Rizayeva, u o'g'il tug'adimi, qiz tug'adi? Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringiz deydi. Bunday ifloslarning asabingni buzadi. Keyin jahlini chiqarib bloklaysan, biroz haqorat qilasan, xayr-xo'sh qilmasdan nima qilib gapirasan. Mana ba'zi bir odamlar mana shu yerda yozyapti mana. Kecha Abrorning nimasini chiqishlarini ko'rgan ekanlar. Abror bilyardi yana endi Bahromni ham valad zinoga chiqardi. Balki sening ota-onang tayini yo'qdir. Onang kimdan tug'ganini bilmayotgandir. Bir qarab ko'rchi deb ishora qilib olib keladi. Mana yana bitta odamni valad zinoga chiqardi. Buni meni misolchi otasini tayini yo'q dedi. Meni ham shunaqa dedi. Fozilxo'jani qancha odamni LGBT valad zinoga chiqardi-da bu. Mulla shuni ergashadigan odamlar ham bor. Mana endi o'chirib navbat Bahromga keldi. Valad zinoga chiqarib o'tirdi. Muttaham iflos. Qur'onga kofir bo'lgan. Qur'onni oyatlar bir-biriga zid deb aytgan odam Qur'onga ishonmaydigan odam. Chunki zid joyi yo'q. Men isbotlab berdim, zid joyi yo'q. Olib zid degan ko'rsatgan oyati umuman boshqa mazmunda kelgan. Undan oldingi keyingi oyatlarni o'qimaydi-da bular. O'sha yerni uzib oladi-da, mana qarshi turadi. Bu gapni ateistlar aytadi. Mana ateistlar doim aytadigan gap shu. Qur'onda deysizlar, ixtilof yo'q deysizlar, bor deydi-da, mana shu ikkita narsani keltiradi.
Mana shunga o'xshagan narsa. Nimaga? Tarjimaga asoslanib shunaqa qiladi. Tarjimonlar shunaqa tarjima qiladi. Original arab tilini biladigan ko'radi bu yerda ixtilof yo'qligini. Hammani ateist deb, mana o'zing ateist bo'lding sen. Ateistlar aytadigan gapni aytding. Qur'on oyatlari bir-biriga zid deb ikkita oyatni keltirding. Bir-biriga zid emas. Senga tashqaridan tarjimadan shunaqa ko'ringan. Tupoy mollamış. Bunga doktor berganlarning o'zlari eshak. Bunga kim doktor bergan bo'lsa eshak shu. İdorasi bilan birga eshak emas. Shunga doktor berganmish, faxriy doktormish. Eshakshunaslik doktori bo'lishi mumkin bu. Shu orqasiga eshakni qilsa, g'usul qilsa bo'ladimi yo'qmi? O'sha mavzularda davom doktor может быть. Shunaqa gaplar. Mana shu oyatlar mana Shukur Jabborga ham isbotlab berdik. Burxoniddin Marg'iloniy bobosi qanday fatvolar bergan askarlarga. Bemalol hali qizingizni itarib, zo'rlab, zino qilib kelaveringlar, sizlarga jazo yo'q degan, had yo'q. Eshaklarni qilganga umuman hech narsaga yozilmagan hadlar bo'limida. Originalini keltirdim arabchasini. İşte o'zbekchasini keltirdi, tarjimada olib qolgan bo'lishi mumkin deb aytmasinlar deb originalini keltirdim. Ko'r muridlariga. Uy-joy oldi sotyapti, eshakshunaslik doktori debsiz. Ha, bu eshakshunaslik doktori bu. Dilorom yozibdi. Bilyardi o'zbek tilidagi Qur'onni o'qimagan da arabchasiga-ku umuman tushunmaydi. Shundayligi mana ayon bo'ldi aytayotgan gaplardan. Qur'onga mutlaqo qarshi gapiryapti. Payg'ambar dedi, eshitib yodlab aytdi. Yahudiylarning gapini aytayapti. Yahudiysan sen bor. U eshitmagani qalbiga joyladik deyapti. Jabroil qalbiga joyladi, zehniga joyladi deyapti. Xuddi kelib qulog'iga fishirlagandek qilib aytadi. Buni ateistlar gapiradi. Yahudiylar gapiradi. Nima uchun? Eshitganini esdan chiqarib qolish mumkin-da, qalbiga o'zi primoy joylandi degan narsadan esdan chiqmaydi-da u narsa. O'sha esidan chiqqan bo'lishi mumkin-ku oyatlar deb, o'sha asoslashib eshitib yodladi degan gapni ateistlar tarqatadi. Abru ateistlar gapini gapirib o'tdi. Kimnidir bloklanglar debdi, kim nima bir biz bu yerda jon kuydirib yotibmiz, u yerda odamlar urushyapti shekilli. Ha bu vellamulla bu. Soch soqolni bo'yab qo'yishiga qarang. Kechagi videosida deydi, birisi aytayapti, men o'zi uni e'tibor bermayman unaqasi. Aka yuziga filtr qo'yibdi deydi. Ayollar filtr qo'yadi ekan. U filtr degan narsa bor ekan, betini chiroyli qilib ko'rsatar ekan. Bu jonivor ham filtr qo'yibdi axir. Endi olma bilan o'rik bo'larmading. Mo'mina Abdulxayrovani baribir tishlaganing qoldi. El yurtga sharmanda bo'lganing qoldi. Audiolaring, qaynonang bilan urushganlaring eshitganimiz qoldi. Sen endi olma bilan erik bo'larmading, jo'ra. Qur'onga kofir bo'lgan Abror Muxtor Bilyardi. Shukur Jabbor, sen men bilan ishing bo'lmasin, yaxshisi bor-ku. Sen to'g'ringda menda yetarlicha ma'lumot bor. Sen o'sha yozgan maqolangni o'zing yozmagansan. Senga kamida ideyasini bergan, lekin yozib bergan odamni ham stili shunday ko'rinib turibdi. O'sha senga o'sha g'oyani bergan kamida atak yozib bergan bor, Bobonat Abdulla dindan chiqdi, u g'usul bo'limida emas, boshqa bo'limda bo'ladi. Senga o'shani taqdim qilgan odamga o'sha ko'zoynali jo'rang bor, soqoltoy. O'shanga aytib qo'y, men bilan u ham o'chakishmasin. Ikkalangiz to'g'risida ham faktlarim bor. Qisib yurginsan, Shukur Jabbor. Men sen shaxsiyatingga o'tmayman. Lekin sen bezdokazательный, ya'ni dalilsiz, isbotsiz gapirding, men seni isbotlab berdim yolg'on gapirgan. Yo'q hidoyada. Jazo yo'q eshakni qilganga.
Bo'lganda edi sen keltirarding o'sha kuni yozganda mana jazosi mana bu bo'limda deb yozib keltirarding. Yo'q jazosi. O senga yozib bergan anu ko'z oynakli jo'rang bor-ku. O'shanga ham aytib qo'ying, men bilan o'ralashmanglar. Men bilan o'chakishgan odam oxir yaxshi bo'lmaydi. Yeydi, sharmanda bo'ladi. Bir kirishsam men butun ishimni yig'ishtiraman-da, sendaqalarni yanchish bilan shug'ullanaman. Men bilan ishing olmasin jo'ra. Bor o'zingning ishingni qil. Buxgaltermisan, shoirmisan, o'zingning ishingni qil, tushundingmi? Arog'ingni ich borib. Okey? Arog'ingni ich. Xo'p, savollar bo'lsa beringlar. Xo'p, savollar yo'q ekan, 1 soat 6 daqiqa gapirdim. Xo'p. Ana shunday gaplar do'stlar. Bu shariat degan narsasi bu dahshat narsa, ujus bu. Bu Allohga kofir bo'lgan kimsalarning fatvosi. Hammasi Qur'onga qarshi. Hammasi zulmni oqlab beradi. Hattoki iznasilovniyani, hayvonlarni zo'rlashni oqlab berib qo'yibdilar mana. Askarga mumkin deydi. Qurolli isyon ko'targan, jang qilganga zinoga had yo'q, belgilanmaydi deb qo'yibdi. Bularning bular kuchlidek ko'pdek ko'rinadi-yu, sizlarning bular ko'pchiligi qo'rqitmasin. Zulm yolg'onga asoslanadi. Fundamenti yolg'on. Eng ojiz joyi bularning fundamenti. Ilonning eng ojiz joyi ko'zi-ku. Mushuk bitta urganda o'yib oladi, chunki ko'z bo'rtib chiqib turgan bo'ladi-da. Tortib oladi, ko'zini o'yadi. Keyin yanchadi ilonni. Bularning ham ojiz joyi o'sha xuddi ilonning ojiz joyida shunday bo'rtib turadi yolg'oni. Yolg'onini oyat, Qur'on bilan urasiz, tarixiy faktlar bilan, dalillar bilan keltirasiz, hech yoqqa chiqib qiltatolmay qoladi. Kallasi ishlagan odamlar. Endi ko'r murid bo'lsa, fakt olib kelsak ham, oyat olib kelsak ham mullaga ergashaveradi. Ular bilan ishimiz yo'q. Ojiz joyiga uringlar, g'oyasiga, yolg'oniga uringlar. Kufriga uringlar. Mana men bugun shu ishni qildim. Bo'lmasa men o'zimning kitobimni yozishim kerak. Aynan momenti bo'ldi, to'xtadim. 3-bo'limdan mana bu joylarni olamizda oyat sifatida olib keltirib uraman bu ikkisini ham dedim. Nima uchun? Sizlar bilinglar. Mutlaqo bular Qur'ondan bexabar, xabar bo'lsa ham Qur'onga kofir bular. Qamida aytgan. Ha, keyin Bahrom Bakirovning kufr janoza tavba degan ko'rsatuvi bo'ldi. Kechami o'tgan kuni. O'shani ko'ringlar. Qur'ondagi kufr nima-yu, mullalarning kufri nima? Juda ham zo'r sharhlab berdi. Qur'ondagi kufr deyapti Bahrom. Oyatlar olib kelyapti. Allohning borligiga, birligiga, malaiklar borligiga, kitoblari borligiga, payg'ambarlar borligiga, oxiratda yana hisob-kitob bo'lishligiga ishonadi. Kufrni qarang siz Qur'ondagi. Lekin Allohning buyurganini qilmaydi. Mana haqiqiy kufr shu dedi. Shu oyat keltirdi. Shaytonning tarixidan misol. Shayton hamma narsani biladi, Allohning borligini ham ishonadi. Hisob-kitob bo'lishini ham biladi, lekin aytganini qilmaydi. Mana shu kufr shu. Mullalarning kufri qanday? Mullalarning kufri Allohga ishonmasa, payg'ambarga ishonmasa kofir. Kufr degan narsa e'tiqod bilan bog'liq emas, harakatlar bilan bog'liqligi yaqqol farqlab berdi oyatlar bilan. Mullalarga nima uchun bu kerak? Ha, tilida la ilaha illalloh dedim, uni musulmonligiga ishonishingiz shart dedi, vojib dedi. O tilida rostdan ham ishonishi ham mumkin. Allohning borligini, lekin Allohning aytganini qilmaydi. Ana shu kofir. Oyat bilan isbotlab berdi.
Mullalarga nima uchun kerak? Musulmon ko'rinib, men musulmonman, la ilaha illalloh dedim. Meni kofirlikda ayblamaysan dedi. Lekin sen la ilaha illalloh deganing bilan so'roq bo'ladi qiyomat kunida, hisob kitob kuni bo'ladi deb ishonganing bilan, ey muttaham Burxoniddin Marg'iloniy, Alloh harom qilgan narsani sen jazo belgilamayapsan, mumkin deyapsan. Zinoni askarlarga zinoni qaytargan askarlarni zinodan Alloh. Sen mumkin deyapsan, had belgi. Sen kofirsan, aytganini qilmayapsan deb aytsang tutiladi-da, o'shaning uchun ular aytayapti. Tilida ishondimi? Bo'ldi, u dedi musulmon dedi. Amalichi? Amalida qilmay, xuddi shaytonning ishini qilyaptilar. İşonadi payg'ambarga, Allohu akbar musulmon. Rasululloh alayhi vasallam albatta payg'ambarlar. Qiyomat kunida albatta sur chalinib so'ralamiz dedi. Unda sen nega zino qilyapsan, nega aroq sotyapsan desa, men tirikchilikda dedi. Mana shular shayton, kofir shular. Siz hozir bugungi Qur'onni ko'zi bilan ko'ring-da. Allohga ishonib, hamma narsaga iymon keltirib, Allohga aytganini buyurganiga teskari ish qilib, bilib turib qilib yurgan odam. Qancha kofir bor biz O'zbekistonda bilasizmi? Ishonadi, hajlarga boradi. Lekin zino qiladi, askarlarga, o askarlikka ketsa tang'ir-tung'ir qilib keladi. Chunki ularning o'zining shariati bor u yerda. Buyuk bobo kalonlari Burxoniddin Marg'iloniylar qoldirgan shariati bor. O'sha ularga qulay. Bu noqulay ularga. Ana shu Bahrom Bakirovning shu ko'rsatuvini ko'ringlar, juda ham foydali. Juda ham foydali ko'rsatuv bo'ldi. Yana tavba, keyin masalalari hammasi o'sha yerda keldi. Tavbaning nimasi? Shunday savollar bo'lmadi. Marcus Aurelius savol beryapti. O'zbekistondagi diniy o'quv muassasalariga qanday nom bergan bo'lardingiz? O'zbekistondagi diniy o'quv muassasalariga qanday nom bergan bo'lardingiz? Bizda hozir Mahad Islom universiteti deymi? Imom Buxoriy nomidagi eshaksevarlik Islom universiteti deb, shariat universiteti deb qo'yardim, institut deb, oliy mahad deb qo'yardim. Yoki bo'lmasam Toshkent davlat zinoni asoslash Islom universiteti, ya'ni shariat universiteti deb nom qo'yardim. Chunki o'sha yerda shu narsalar o'rgatadi. Qur'on o'rgatilmaydi bizani. Na Imom Buxoriyda, na madrasada, na universitetda o'rgatilmaydi Qur'on. O'rgatilsa ham hadislarga moslab o'rgatiladi. O'sha shariat kitoblariga moslab o'rgatiladi. Asosan hadis yodlanib turadi. Buxoriyni yodla, hadisni yodla. Ana fatvoni Burxoniddin Rabboniyni nima deydi? Rabboniy deyveraman. Marg'iloniyni fatvolarini yodlab turadi. U yerdagilar Qur'onni o'qigan bo'lsa, mana shunaqa chiqib valdirab o'tiradilarmi Qur'onga qarshi? Nima iflos mollani tarafini olib. Men u yerda nima deydi? Masjidul Ziror Qur'onda kelgan-ku, zarar beruvchi masjid, ya'ni soxta masjidlar uchun nima deydi? Informatsiya yig'uvchi sallaliklar tayyorlaydigan joy deb bilaman men. Ya'ni masjidlarni quradi, payg'ambarimiz masjid qursa yonida yana bir masjid qurganlar-ku, rumliklar, nasroniylarning topshirig'i bilan. Nima uchun Madinada payg'ambar nima ish qilyapti, qayerga ketyapti, informatsiya yig'ib o'tirchi, lekin namoz o'qiladi. Rasululloh alayhi vasallamga aytgan ham, bizga ochib berdi, lentasini kesib bering, ya Rasululloh, biz ham shu yerda namoz o'qiylik deb. Bo'pti, men Tabuk jangidan qaytib kelishim boraman degan. Ochaman desa, oyat tushgan Alloh taolodan. Rasulullohga, ey Muhammad, u masjidni borib ochma. U yerga hech kim bormasin, u zarar masjidi. U yerda sizlar to'g'risida zarar informatsiya yig'adigan oyat bor. Masjidul Ziror deydi deb aytilgan Qur'onda bu. Bizda bugungi kunda O'zbekistonda hamma masjidlar Masjidi Ziror. Chunki u yerga borib biror narsani haqiqatan ham Qur'onni o'rganaman desang, oyatda o'tirgan informator bor-ku, diqqadan qo'yilgan. U islom nima deydi? Imom Buxoriy nomidagi eshaksevarlik ilmlari shariat institutining bitirib chiqqanlar o'tiradi-da,
DXD'yi akalarga uradi. Men bu Qur'on o'rganaman deyapti. Bu hadislarni inkor qilyapti dedi. Informatsiya beradi. Ko'rdingizmi? Sizni zararingizga ishlaydi bu masjidlar. Men ularni hammasini masjidul ziror deyman. Hammasini yopish kerak. Hammasini bir kunda bir qaror bilan yopish kerak. Hamma mulloni bir kunda bir qaror bilan ketiga tegib haydash kerak ishdan. Kerak emas bizga unaqa qizlarni zo'rlashni asoslaydigan shariatni o'rgatadi Qur'onga zid. Eshakni orqasidan qilsang g'usl qilsa bo'ladimi yo'qmi? Shuni o'tadigan yoki ani Ishoqjon Begmatov necha marta yursang qo'lingni hidlasang ana bir nimani deydi. Bir oyatda kelgan oddiy g'uslni 13 tom kitobda o'rgatadigan nima kerak bor bizga u narsalarni o'rgat. Zarar u. Uni o'rgatmagan yaxshi, haydash kerak. Masjidda o'tsa O'zbekiston. Foyda bo'ladi, masjidga bormasa foyda bo'ladi. Borsa zarar bo'ladi. Bordi zarar ko'radi. Chunki masjidul ziror bular. Shu bu savolga javobim. Men bo'lganda mana shu masjidlarni bir qaror bilan yopar, bir kunda. Hammasini haydardim işte. Yo'qolinglar dedim. 6 yil kerak bo'ladim, 10 yilmi? Qachon normal Qur'onni o'rgatadigan odamlar yetishib chiqadi, keyin masjid ochilar dedim. Boshqa paytda hammang uyingda Qur'onni o'rgan, hadislarni atmay qilardim hammasini. Pashol nafitdim, o'rgatilmaydi hadis. Maktablarda Qur'onni original tarjimasiga moslab, mana shu Bahromni musulmonlar qavmidagidek tarjimaga yaqin qilib, tarjimasini o'rgatadigan kitoblar chiqartiradi. Bormasin mollani oldida. Davlat maktabida o'rgatsin. Terrorizmga, mana terror g'oyalari, qarangda, shariat to'la zo'rlik, zo'ravonlik, terror g'oyalari. Oyatda kelyapti. Sen bilan tuzgan dogovorini buzib senga urushgan kofirni o'ldir desa, bular nima deyapti? Ana kofirlarni o'ldir deyapti. Terror kitobi bu deydi. Paderingalarni yonida yozgan-ku, ahdini buzgan deb. Uni aytmaydi. Yo'q deydi. Hammasini o'ldirishimiz kerak deydi. Bir audio chiqdi Abrorni ko'rmuritlaridan. Uni Sherali chiqardi. Shu kunlar kelarmikan? O'rus, nasroniy, g'ayridinlarni hammasini qizlarni zo'rlardik. Shariat bizga bunga ruxsat beradi. Qayerdan olib gapirgan shuni? Abrorlar aytgan, shariatda ruxsat bor bunga degan. U qayerdan olgan? Burxoniddin Marg'iloniydan olgan, Buxoriydan olgan. Qur'on bir chetda yotibdi, Allohni tushirgan qoidalar. Yo'q. Bu bilasizmi? Haqiqiy yo'l harakat qoidalari qolib, nima deydi? Soxta yo'l harakat qoidalariga ishonib, amal qilib, avariyaga uchraganga o'xshaydi, bak-ku. Mana O'zbekiston bo'yicha bitta yo'l harakat qoidalari, mullalarga bersang borki, shu nima qiladi? Mulla bilasizmi? Abrorga o'xshagan sallalar. Uni chetga surib qo'yadi, xuddi Qur'onni surgandagida o'rtalar deydi. Qizil svetoforda o'tsa bo'ladi deydi. Qanaqa qilib askarga mumkin deydi. Va u mujohid, u hasol, g'ozi u deydi. Yo'q deydi. G'oziga mumkinmi deydi, ha deydi. Bo'ldesa deydi, qizilda o'tadi. Tong'ira tumur avariya bo'ladi. Xuddi shunday gap bu. Original qonun qoidalari Allohniki. Yotibdi bir chetda, hech kim qaramaydi. Adolatli, yaxshi. Davlatga ham zarar yo'q, jamiyatga ham zarar yo'q. Terror ham hech narsa yo'q, zo'rlash ham yo'q. Yo'q, bu ifloslar ya eshak sevarlarni yozgan shariatiga ergashadilar. Men buni to'g'risini aytaman, johillik ham demayman. Bu haqiqiy yovuzlik bor-ku bu. Bularni hammasini qamab, qirib, hadisni hisini aytmaydigan qilish kerak-da. Shariatni og'zini ochmaydigan qilish kerak. Allohning shariati ana Qur'onda kelgan. Hammasi yozilgan, oddiy qilib. Yechim ham shu yerda. Hech kimga zulm yo'q. Shuni joriy qilardim men bo'lganimda. Lekin hozirgilarga ham hadis kerak. Chunki hadisda hukmdorning miyasi yong'oqning kattaligida bo'lsa ham unga itoat qilish vojibdir. Voy. Fir'avnlarni qanday bular oqlab beradi hamma. Senga shunga bo'ysunish mumkin. Seni o'ldirsa ham, nohaq qamasa ham, seni gazingni sotib tekinga berib yorib, sovuqda o'ldirsa ham vojib. Qur'on vojib demaydi. Bor boshingni ko'tarib, haqqingni talab qil deydi. Yoqmaydi bular.
hozirgi va keyingi diktatorlardan qanday qutulsak bo'ladi yoki Azroil alayhissalomga umid qilaveramizmi? Azroildan umid qilsangiz sizni kelib joningizni olib ketishi mumkin, lekin ularnikini olmaydi. Chunki Alloh taolo Firavunni o'limini kutinglar demagan. Firavunga qarshi gapiringlar, kurashinglar degan. Bizga hech kim kurashayotgani, kurashyapsa 4 ta 5 ta faol kurashyapti. Qo'rqib pisib bu ham ko'pchilik. Qolgan hammasi mana bu yerga mana ko'pchilik mana shu yerga ham kayfga kiradi. Bir dam olib chiqaychi, bir maza qilay. Bomrod Abdulla yomon kuldiradi deydi ekan bittasi. Nimaga kirib ko'rasan desa, yomon kuldirib tushuntiradi deymiz. Unga maza qilar ekanda, u dam oladi bu nimada. Men bundan bu o'rganib, shu nimalar o'rgatay, kurashaylik bu zulmga qarshi degani yo'q. Просто ради забавы заходит, semishga chaqib, kola urib, o'tiradilarda, baha Hammani tushuntirish uslubim shunaqa. Soddalashtirib tushuntiraman. Qiyin narsalarni. Bu bilan o'limini kutish bilan bo'lmaydi. Karimovning o'limini necha yil kutdilar? 27 yilmi? Uni o'limini kutib qancha odam o'zi o'lib ketdi. Kurashmay. Aka Alloh 4 ta payg'ambarga 4 ta kitob tushirgan va agar boshqa payg'ambarlarga kitob tushirganda Qur'ondan keltirilardi. Oyatini men keltirib bo'ldim Ali Aliyev. Xolis inson yozibdi. Iyakni ham musulmon degan bo'ladi. Ha? Musulmon dedilar emas. Ana Amerikadan keldi-yu, Isfaxonlik Yahudi, sufizmning eng katta piri. Mason 33 stepeni keldi-yu, Kabboniy degan. Islom Karimov musulmonlarning eng zo'r lideri deb ketdi. Shundan keyin Tursunov kim edi? Shayxning shogirdi. Pichoqlab ketdilar. U chiqdi, hammasi chiqib, mana biz prezidentimiz musulmon ekan deb. Xuddi ungacha bilmagandek gapirib chiqdilar ular. Endi deydi Yusr Rebo yozibdi. Endi to'qima hadislarni deb mutavattir hadislarni ham inkor qilishlik aqlsizlik. Ha, rostdan zolimga qarshi kurash kerak, zulm hadislarni hammasini inkor qilish kerak. Qur'oni Karimda Josiya surasida edi menimcha, oyati esimda yo'q. Bizning oyatlarimizga qarshi qanday hadis keltira oladilar degan. Aynan hadis degan 2 ta 3 ta joyda kelgan. Bizning hikoyalardan kuchli hadis to'qib chiqara olmaydilar degan. Ya'ni siz eng zo'r mutavotir degan hadisingiz ham anetdagi bir kichkina oyatni oldida yerinde bo'lib qoladi. Shuning uchun ularga ehtiyoj yo'q. Hammasini hukm sifatida hammasini rad qilish kerak. Tarixiy voqealarni bayoni sifatida ham keltirsa bo'ladi, boshqa tarixiy faktlar bilan solishtirib unda ham. Lekin hukm ekan shu deb, hikoya ekan shu deb men mutlaqo qarshiman. Filtrlash kerakdir. Men taqiqlagan bo'lardim. Qur'onni o'zingiz to'la tushunasizmi? Ha, tushunaman alhamdulillah. Tushunmagan joyim bo'lsa, men arab tili biladigan odamlarga murojaat qilaman. Bu yerda nima degan, nega bunday kelgan deb. Ular tushuntirib beradi menga. Men arab tili mutaxassis bo'lmaganim uchun so'rayman ulardan. Shu bilan bugungi jonli yayınga yakun yasayman. Eshitganlaringiz, ko'rganlaringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar. Endi Xudo xolasa jonli 6-kunda ko'rishamiz. Bu videoni ko'proq tarqatinglar, like bosinglar. Sizlarning o'rningizga YouTube o'zi tarqatib beradi. Ha, yana esdan chiqmasin. Faktorki Telegram kanalida obuna bo'lib qo'ysangizlar, bu qo'yib boriladigan mana bu skrinshotlar u yerda turadi. Bu yerdan doim olib o'zingiz ham tarqatishingiz mumkin. O'sha skrinshotlarni mana shunaqa yozilganini isbotlari turadi bu yerda. Xayr, sog' va salomat bo'linglar.